Xullas qarindoshlar, tarvuzni ustidan suv quyib, muzni solib, yaxshilab aralashtiradigan bo'lsak, shunda ichki niyabishlik kokteyl bo'lar ekanmishdi. O'xsharmikan a? Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: tarvuz, oddiy o'chkur blender bilan mindechkin muzlar. Qarindoshlar, mana bitta savol rassa qiynayapti-da. Oldinlari tarvuz yeb bo'lgandan keyin orqasidan suv ichma, tez qatnaydigan bo'lib qolasan deyishardi-da. Hozir bu kokteylimizdan faqat tarvuz bilan suvdan tayyorlanyapti-yu. Men mana shu narsadan qo'rqqanimdan suv solmadim-da bunga. Blenderda yaxshilab aralashayotgandan keyin tepib qoldi-yu. Ha, bu muz janavar ham oldin suv bo'lgan-u. Mayli, endi nima bo'lsa bo'lar, qarindoshlarim uchun bitta sinab ko'rsatib berib tez qatlaydigan bo'ldi. Yog'ini tushundinglar. Qarindoshlar, bu kokteylimizning rangi rosa chiroyli chiqdi. Mana buni qaranglar. Endi esa eng asosiy degustation joyi qarindoshlar, bismillah deb yaxshi niyatlarda ichib oldim. Oddiygina muz bilan tarvuzni aralashtiradigan bo'lsa, shunaqa zo'r maza bo'ladi deb umuman o'ylamagandim. Mazasi zo'r chiqqanidan ketma-ket 3 ta stakanni hammasini o'zim ichdim. Rosa zo'r chiqar ekan. Uyda obязательно sinab ko'ringlar qarindoshlar. Bu kokteylni birinchi bo'lib qaynananglarga degustatsiya qildirsanglar jabr zo'r bo'ladi. Xullas qarindoshlar, to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan mahsulotlarni ancha-muncha arzon olish bo'yicha qarindoshingiz siz uchun 2 kunlik bepul darslik tayyorlab qo'ygan. 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun Pro film shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga marhamat qarindoshlar.